Onasi yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, hozir oyijonga ovqat tayyorlayotgandim. O'zim bo'shab telefon qilaman, xo'p? Bo'pti, ehtiyot bo'linglar. Bir xabar olay deganman. Xo'p, xayr. Kutib qolmadingizmi, jonim? Yoshgina o'g'limni umri, oilamni boqaman, depressiyada o'tib ketibdi. Kelinimni qilib yurgan ishini ko'zim ojiz, isbotlab bera olmasam, Alloh jazosini bersin. Hoy jonim, yaxshimisiz? Bugun kechga ko'rishamiz, a? Hozir to'xtab turing. Kampirsho, tez-tez ishlasangiz bo'lmaydimi? Hali menga ovqat ham qilishingiz kerak. Xo'p, qizim. Uf, jon. Qaynanajon. Bo'ladimi? Aytgancha uyga pul tushirganimni aytib qo'yay. Onasi kartangga $100 pul tashlab qo'ydim. Kamchiliklariga ishlatasan. $100? Kallangiz joydami sizni? $100 nima bo'ladi? Uyda yegan hech narsa yo'q. Onasi pul topish osonmi senga? Ha, mayli. Boringlarga shukur. Nima bo'lsa ham oilamiz uchun ishlayapmiz.